bolasini beshikda umuman qimirlatmasdan soatlab mana shunday yotqizadigan ota-onalarga bitta gapim bor. Plagiya sifaliya. Akalar, onalar, singillar, kim bo'lsanglar ham bitta masala. Ota-ona bo'lsanglar, bolanglarni boshini qiyshaytirib qo'yasizlar. Agar bitta положениеda, ayniqsa birinchi 3 oyda bu juda ham xavfli. Faqat mana shunday yotsa, tamom bo'ldi. Bolani orqasi, mana orqa miyasi, orqa qismi qiyshayadi. Qiyshayishning hisobiga, deformatsiya bo'lishining hisobiga miyani ayrim qismlari umrining oxirigacha yaxshi rivojlanmaydi. Tushunibsizlarmi? Miya morfologik tuzilmaga ham ega. Ba'zilar sizlar agar dunyoqarashli bir nima deydi, agar ilmiy savodsiz bo'lsangiz yoki tushunmasangiz miya qanaqa ishlashini, bu degani miya siz o'ylagandek ishlaydi degani emas. Noto'g'ri o'ylashingiz ham mumkin. Shu narsani o'ylab ko'rishni tavsiya qilaman. Agar miyani qaysidir qismini jarohat yetkazib qo'ysangiz, bo'ldi, tamom, pishdi. Bolani ayrim funksiyalariga butun umrini oxirigacha chek qo'yasiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, miyani rivojlantiring.